Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 1-aprel, haftaning 2-kuni seshanba. Aprel oyini ham boshlab oldik. Bizda kutilgan kunlar yaqin o'rtoqlar. Bugun juda ko'p ekonomik kalendarda yangiliklar ko'p. Kelinglar, bitta chiqarib tashlayman-da. Birdaniga misol uchun keraklarni tahlil qilib ketaveramiz, keyin fundament, keyin texnik. Hop. PMI o'rtoqlar. Quladi, lekin 50 dan tepa o'tgan oyga nisbatan baland o'rtoqlar, fevral oyiga nisbatan mart oyiga baland chiqqan. Bu outni aslida qo'llab-quvvatlash kerak, lekin kutilgandan kam chiqqanligi outni selga tortadi, ya'ni out USD juftligi qo'llab-quvvatlanmay qoldi. Foiz stavkani o'zgarishsiz qoldirishdi. Bugun hozir ham ko'rib chiqamiz. Fond bo'yicha hop kerak emas, Yaponiya kerak emas, vakansiya уровень безработицы Yaponiyada o'rtoqlar ishsizlik darajasi 2,5 dan 2,4 ga tushgan. Bu Yaponiya iqtisodiyoti uchun yaxshi iqtisodiy o'sish bo'ti degani. Tak. Takan, короче, nima bo'ti bu yerda? Hop, bu yangilik kerak emas ekan, dal ochamiz qolganini. Hozirgacha e'lon qilinganlari ham bor orada. O'shalarni ham birgalikda hozir ko'rib chiqamiz. Bugun prognoz qilishimiz kerak yangiliklar nimalar bo'lyapti. Sizlar ham o'zingizlarning prognozinglarni yozib qoldiringlar o'rtoqlar. Shu yerda biz birgalikda buni ko'rib chiqamiz. Xo'p, объем различных продаж buni o'tganmiz o'rtoqlar sizlar bilan. Bu haqida darsliklarimiz bor. Biroz qulaganligini ko'ramiz. Bu o'rtoqlar outni selga tortadigan narsa bo'ldi. Hop, yenaniga indeks деловой активности hop, ishlab chiqarish sektorida PMI o'rtoqlar 49 dan da pastroq chiqdi, lekin kutilgandan ko'p chiqqanligi yenani yuqoriga tortadi, ya'ni USD yenani pastga tortadi shunda. USD yena juftligi pastga tortilishi kerak, chunki mana da yana mustahkamlanayotganligini belgisi bo'ladi bu narsa. Tak, out mana protsent stavkani o'rtoqlar 4.10 kutilgani 4.10. Shuning uchun bozor reaksiya bermadi, bitta botirib oladi. Baribir yangilik o'rtoqlar mana out USD juftlikni bitta ko'tarilib, bitta tushib olibda, mana shunaqa o'zining yo'nalishiga yana qaytib olib, o'zining yo'nalishi bo'yicha yana harakati davom etaveradi. Hop. Tak, outni ko'rdik. Endi bizni kutilayotgan bugun juda ham ko'p yangiliklar bor. PMI отчеtlari to'lib yotibdi o'rtoqlar. Ekranga sig'maydi, shuning uchun kesib chiqaraman sizlarga. Ko'raverasizlar nima bo'layotganligini. Tak. Bizda asosiysi Ispaniyani o'rtoqlar деловой активности ishlab chiqarishdagi ko'tarilishligi yevroga yaxshi, ijobiy o'rtoqlar. CHFniki o'rtoqlar PMI ko'tarilishi USD CHFni pastga tortadi, ya'ni USD CHF juftligiga ozgina selga ishlab ko'rsa bo'ladi bu yangilik bo'yicha. Ya'ni shuni bir to'la chizib ketaveramiz-da o'rtoqlar, chunki boshqa yangiliklar hozircha kamdan kam bo'lyapti. USD CHF o'rtoqlar, уже mana qaranglar, kechagi точка входani qaranglar o'rtoqlar, shikarni yurib berib, mana bitta o'zida yetib kelgan, bitta impuls bilan. Sekin qaytishdan boshlab beribdi. USD CHF bugun sekin selga harakat qilar ekan, chizib qo'ydik, yangilik esdan chiqib qolmasligi uchun. Yevro o'rtoqlar bizda hozircha bitta yangiligi yevro dollar juftligini bayga tortib beryapti. Qani? Italiyaniga o'rtoqlar, Italiyaniki ham yevro dollar bayga tortib beryapti. Fransiyaniki bu ham yuqorilab beryapti. Iqtisodiyotlari yaxshilanib ketyapti deb hozir bo'ladi tipada. PMI yaxshilanyapti o'rtoqlar. Tak. Zo'r, Germaniyaniki ham zo'r. Ishsizlik prognozi ham yo'q ekan. Mana bu neytral holat bu hech nima qilmaydi bozorga. Yevrosoyuz bu yevro dollarni bizga bayga ketishiga signal beryapti. Demak, biz video chiqqandan keyin bilib oldik, texnik nima bo'lishiga qarab, endi yevro dollar o'zi yurib berganda, o'zi. Endi navratli yuradi, lekin o'rtoqlar biz texnik qaraydigan bo'lsak, mana bunga tortilish ehtimolimiz bor. Shuning uchun mana shu holat bo'lish ehtimoli bor. Keyin sekin sizlarga harakatni ko'raveramiz. Demak, fond bo'yicha hop, fondni pastga tortadigan narsa boshlandi bizda. Tak. Chiqarish harakat qilaman. Bugun AQShda ham kutilgan yaxshi отчетlar bor o'rtoqlar. Da bugun yevro bo'yicha inflyatsiya yumshashi o'rtoqlar, yevroni soat 14:00 da inflyatsiya yumshasa nima bo'ladi? Foiz stavkani tushirishga imkoniyat yaratganligi uchun yevroni selga tortib beradi o'rtoqlar. Bazaviy esa 0.5% ga nima hisobi bo'yicha oylik ko'rinishda, demak bazaviy o'rtoqlar bizga muhim hisoblanadi. Asosiy inflyatsiya ham, ya'ni bazaviydan tashqari mana bu inflyatsiya bizda pastga tushsa, maqsadli 2% ga yaqin
Lagertmada kecha chiqib shunaqa rejani o'qidim. Maqsadga erishyapmiz inflyatsiya bo'yicha deb gapirganda, bozor o'sha yurib bo'lgan bu tomonga, lekin bundan boshqacha o'zgarish chiqadigan bo'lsa, yana ham agar pastroq chiqadigan bo'lsa yoki neytral chiqadigan bo'lsa, balki tortib ketadi bu. Pastroq chiqadigan bo'lsa, sellga tortib ketib qoladi. Hop. Mana bu neytral holat ekan. Mana bu biz uchun 17:30 da Lagertda nutqi biz uchun asosiy hisoblanadi. Men iloji boricha rus tilida bo'lsa ham guruhga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimizda Amarka Central Asiaga kutilayotgan bugungi asosiy yangiliklarni o'shalarga qarab, o'rtoqlar savdolarni hisob-kitobini ko'rasizlar, nima bo'lyapti, qat'iy harakat. Tak, AQShda ham biz uchun juda ham ko'p kutilgan yangiliklar bor. Bitta olishga to'g'ri keladi, aytganda ekranga sig'mayapti. Shuning uchun o'rtoqlar xabar bo'lmaysizlar. Videoni menimcha qiziq joyi mana shu. Anchadan beri biz qilmayapmiz. Fomus asosi 18:00 da Barkin bu ham biz uchun misolda avtoritetniy bo'lmasa ham, lekin muhim hisoblanadi. Ko'ringlar nima bo'lyapti ichki siyosatda, keyin o'qib olamiz buni. Hop, Kanada. PMI negadir prognozi yo'q, chiqib qolsa prognoziga qaraymiz. Tak, mana o'rtoqlar, Index Deal Activity Производительный sektor, ya'ni bu ishlab chiqarish sektorida bular o'rtoqlar biroz pastlashligi, dollarni zaiflashishiga olib kelishligi mumkin. Hop, расход строительства. Bizga ICM ko'rsatishlari qiziq. Kutamiz, ICM prognozi yo'q ekan o'rtoqlar. Hop, bu pastga tortib beryapti. ICM bo'yicha bu yuqoriga tortyapti mart oyi bo'yicha. Hop. Jolts o'rtoqlar, non-farm uchun asosiy qiziq yangiliklardan bittasi bu Jolts. Buni darsligimiz bor. Joltsni ko'rsanglar bo'ladi. Bu umumiy bozordagi davlat ishxonalari bo'ladimi? Buni aytib o'tirmayman, mayli, xususiy sektor bo'ladimi? Hammasini yangi ishga yollangan xodimlar, ishdan bo'shaganlar, nafaqa chiqqanlar hammasini hisob-kitobini oladi o'rtoqlar. Bu kamayishligi, bu o'rtoqlar dollarni zaiflashtirish ehtimoli bor, chunki ochiq vakansiyalar soni kamayib ketyapti, tushunyapsizlarmi? Demak, dollar zaiflashishiga bugun yangiliklarni ko'rar ekanmiz degan tahlil bor. Qisqasi bo'ldi, tugadi. Shu bilan biz bugun dollar zaiflashishini ko'rishimiz mumkin ekan. Bu degani yevro dollar yana bayga, USD dalshi sellga kuchli ketishi mumkin, fond dollar dalshi bayga tortilishi mumkin, USD yana dalshi sellga tortilishi mumkin ekan. Tilla dalshi bayga tilla bugun yana tarixiy yangiladi. Kecha qaranglar o'rtoqlar, shikolatmi? Mana buni qaranglar. Bozor chizganimiz yurib qo'yadi demani ba'zida, har doim emas. Lekin mana bozor ayni mana shundan emas-da, o'rtoqlar, bozor hamki kelib, keyin ishlaymiz deyilgan va kelgan nuqtasini qaranglar o'rtoqlar, mana. Toch-da, endi istilgan uchi sal pastroqqa tushib qolibdi, lekin mana toch shunday kelib, mana shu joydan bayga ketishligi va mana shu nuqta o'zi bizda 0.01 ga o'rtoqlar $38. Bir lotga agar sizlar $3800 0.10 bilan $380 ishlab chiqishingiz mumkin edi. Endi qaytarmaylar deyman-ku savdolarimni. Prosta agar shu holatni tahlil agar mana shunaqa menga o'xshab qilgan bo'lganingizda, to'chib xuddi topgan bo'lganingizda, shokoladda to'g'rimi o'rtoqlar yurib berish prosta. Endi mana bu qaytishiga ishlagan bo'lsanglar, ancha prostatkada o'tirgansizlar, lekin qaytib berib, uchib berganligi bu prosta respekt deb yozish kerak kommentariyaga o'rtoqlar. Qoyil bo'ladigan narsa. Demak, boshladik. Bugungi yangiliklarni ko'rib chiqamizmi o'rtoqlar yoki qiziq emasmi? Kommentariy men kutgandek bo'lmayapti o'rtoqlar. Umuman aytganda Sasa men ancha kutdim sizlardan yaxshi kommentariyalarni bomba qilib tashlashni rekomendatsiya chiqamiz deb. Bizani 400-500 ta odam kuzatar edi, lekin 150 ta, 200 ta, nari beri 250 ta maksimum chiqsa 250 ta chiqamiz o'rtoqlar. Aktiv tushib ketdi. Men ham sekin videolarni qisqartirishni, ma'lumotlarni kamaytirishni boshlayman agar bunaqa ketadigan bo'lsak. Do'stlaringizga, ulashinglar o'rtoqlar, sizlarga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, xursandman. Sizlar uchun mehnat qilamiz, sizlar uchun xizmatdamiz va sizlardan ham o'rtoqlar shunga yarasha javob kutamiz. Dollar
AQSh prezidenti Donald Tramp dushanba kuni kechqurun, ya'ni kecha kechqurun o'zini tarifiy rejasi bo'yicha davlatlarga, ya'ni barcha davlatlarga nisbatan qo'llanishi va bu chorshanba kuni e'lon qilinishligini ma'lum qildi. Bu esa uzoq kutilgan savdo siyosatini amalga oshirishda bir necha kun oldin yana ham ko'proq noaniqlik kiritib berdi bizga. Tramp yangi tariflar faqat AQSh mahsulotlariga import bojxona to'lovlari joriy qilgan 10 yoki 15 ta asosiy davlatga qaratilishi ehtimolligini rad etdi. Bu barcha davlatlarga tegadi degan gap bor. Shuning uchun misol uchun AQShdan kirayotgan tovarlar Yevropaga paloncha foiz bo'lsa, AQSh Yevropaga xuddi shunaqa foiz qo'shib qo'yadi. Ya'ni bu alyuminiyni ustiga, ya'ni alyuminiy metalga налог qo'ygandu-ku Tramp avtomobillarga. Bularning ustiga qo'shiladigan налогda bu juda ham chatoq o'rtoqlar, juda yomon. Shuni hisobiga hozir masalan endi oltin bo'yicha prognoz aytaman-da, o'zi asosiy boshqa parallar bo'yicha yo'q. Texnik bitta ko'rib olamiz, videoni tugatamiz texnik analizdan keyin. Chunki bizda bugun asosiy yangiliklar shunchaki bozorda nima kutilayotganligini ko'rdik, lekin undan tashqari bozorda yetarli valyuta juftliklari bo'yicha hech nima mavjud emas o'rtoqlar. Yetarli hech nima yo'q. Shuning uchun bugungi fundamentlarimiz o'sha 10 minutga yetib boramiz. Shunchaki mayda gap bilan yangiliklarni o'qidik. Mana shu asosiy narsalar shu bo'ldi o'rtoqlar. Tilla ketma-ket o'rtoqlar ko'tarilib 4-kun ijobiy dinamikani bizga ko'rsatib beryapti. Osiyo sessiyasida narx 144 darajasiga 145 oralig'ida yangi rekordni o'rnatganida, hozir esa 148 bizda maksimumga teng bo'lyapti. Global aktivlarga talab yuqoriligi uchun kumush ham o'sgan bo'lishi kerak. O'sish bor o'rtoqlar, global aktivlarga talab yuqoriligi uchun bu Donald Trampning tajovuzkor savdo siyosati bo'yicha hozirlar turtki beryapti. Shuning uchun mana Tramp bir og'iz gapi tillarga qaranglar qanaqa ta'sir qiladi. Shular ham shunaqa inson bo'lsanglar, o'zinglar tillarni o'zidan foyda qilib o'tiraverasizlar. Ya'ni forex bozoriga gapinglar o'tadi. Investorlar AQSh iqtisodiyoti tariflari sababli sekinlashishligini tahlil qilishyapti, lekin mana noaniqliklarni qaranglar o'rtoqlar. Buni qo'qda miya portlaydigan tema, ya'ni ozgina tushunchali bo'lsa portlamaydi miyalar, lekin baribir miyaga bosim o'tkazadi. Qaranglar. Inflyatsiya vaqtinchalik o'sishi mumkin, ya'ni hozir biz kutgandan ham yuqoriga chiqib ketishi mumkin. Prognoz bo'yicha kerak bo'lsa 3,5-4 ga o'sib ketishi mumkin. Chunki biz inflyatsiyaning o'sishini prognozini olganmiz juma kungi hisobot bo'yicha va inflyatsiyaga o'sishiga signal bor. Bu dollarni mustahkamlash kerak edi aslida va tillarni o'rtoqlar selga tortish kerak edi. Lekin Trampning savdo siyosati AQShning iqtisodiyotini ham sekinlashtirib yuborishi mumkin deyapti va Wall Street'mada esdan chiqib qoldi. O'sha analitiklar o'sha 35-40%, yana boshqa analitik aytganda retsessiyaga tushish xavfi 40% ga teng. Qaranglar o'rtoqlar, retsessiyaga tushish uchun nima bo'lish kerak? Ikkita chorak minusda chiqish kerak iqtisodiy holati VVPsi. Bu ikkita chorak bizda 6 oy deganida, yaqin 6 oyda ikkita chorak biz VVPni minusda ko'rishimiz kerak. Bu juda ham og'ir ahvol. O'ylayapsizlar, o'rtoqlar, VVPni minusda ko'rish, iqtisodiyot juda yomon, dollar juda yomon, ish bozori yomon, non-farm tilla dalshi bayga ketaveradi deganida bu. Chunki dollarni qiziqishini tushirib tashlaydigan narsa bu dollarning qadrsizlanishi bo'ladi. Dollar qadrsizlandimi, obligatsiyalarga ham qiziqish kamayib ketadi o'rtoqlar. Inflyatsiya yuqori tempo juda ham AQShni yomon holatga keltirib qo'yishi mumkin. Tramp yakshanba kuni bojlar yirik savdo balansiga 10-15 davlatga emas, balki barcha davlatga nisbatan qo'llanishini e'lon qildi. Bu qaror po'lat va alyuminiy uchun 25% bojxona to'lovlari va avtomobil importiga yangi bojlar bilan birgalikda global savdo urushi xavfini kuchaytirib bordi. Shuning uchun AQSh iqtisodiyoti sekinlashuvi inflyatsiyaga qaramasdan fond stavkalarini pasaytirishga majbur bo'lishi mumkin deyilyapti. Iqtisodiyot sekin, inflyatsiya yuqori, lekin majbur fond iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlamasa bo'lmaydi. Iqtisodiyot bo'lmasa, darsh ahvol yomonlashib ketaveradi. Birinchi o'rinda inflyatsiyadan muhim bizga iqtisodiyot deb qaraymiz va o'rtoqlar, oltin narxi 1986-yildan beri eng kuchli chorak natijalarini qayd etishga yordam berdi. 86-yildan beri oltin bu darajada tez o'smagan ekan. Tushunasizlarmi? 86-yildan beri eng kuchli chorak natijasini qayd etishga yordam beribdi. Hozirgi vaqtda bozor AQSh Markaziy banki yil oxirigacha qarz olish narxini 80 basis punktga, ya'ni foiz stavkasini 80 basis punktga pasaytirishini kutyapmiz. 4.25-4.50 bo'ladigan bo'lsa 80 artishsa 3.70 atrofida bo'ladi.
Bu AQSh davlat obligatsiya daromadligini past darajada ushlab turib, AQSh dollariga bo'lgan talabni kamaytiradi va oltinning kuchayishiga hissa qo'shadi. Sulhlarning o'zida shunaqa bo'lib ketyapti. Hali bu narsa bo'lishi qanchalik to'g'ri noma'lum, lekin bozor o'sha prognoz chiqdimi, prognoz qilindimi, analitiklarning fikri bormi, investorlar, treyderlarning fikri bormi, o'sha tomonga yurishni boshlab beradi. O'sha shuning uchun bizning tillarni o'sishayotganligini va dollarning cho'kishini ko'rishimiz qaranglar. Qaramasdan aytaman-da, chunki bu iqtisodiyot, bu fundament o'rtoqlar. Fundament bozorda muhim omil. Shuning uchun fundamentni o'rtoqlar mustahkamlaylar. Har kuni sizlarga zo'r temalar bor. Har kuni gapirib beraman. Balki qanaqadir ilm olayotgandirsizlar, kommentariyada, lekin bo'lma qilmasanglar bo'lmaydi. Men sizlar uchun shuncha gapiryapman. Men kommentariy yozishga erinmagan bo'lar edim agar menga kimdir shunaqa ma'lumot bersa. Shuning uchun o'rtoqlar bu minnat emas, albatta, shunchaki sizlardan qo'llab-quvvatlov kerak bizga. Obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, like, kommentlarni har doim shunaqa bo'lish kerakki, men har doim tanib olishim kerak sizlarni. Men taniyman, ismlaringizdan chiqib qoldi. Balki shunaqa kuzatuvchimiz bor. Kerak bo'lsa darslarimgacha ko'rib chiqadilar, men u insonga qoyil qolaman. Men ko'p dars olaman, endi sekin-sekin kamaytiraman darslarni. Har bir darsimga ko'rib, o'sha tahlil qilib, bozorni ochib, shu darajada qaranglar, qanaqa disiplinali insonlarimiz bor bizning oramizda. O'sha inson yutishni men juda ham xolotindim questda, u Rustam Alimqulov. Kecha adashmasam shu Aslbek birinchi yozib qo'ydilar-da, men ularga bir deb yozdim, lekin ikkalasi ham bir xil vaqtda yozganda 21 soat oldin, 21 soat oldin hozir qarashim bo'yicha. Lekin Aslbekning kommentariyasi pastda turibdi. Men buni filtrlay olmadim, ya'ni kim birinchi yozganligini. Bular birinchi boshqa narsalarga kommentariy yozib, keyin questni javobini yozibdilar-da, bo'lmasa ular yutardilar kechaginda. Aslbek, siz 2 marta ketma-ket yutasiz, biz sizdan video kutamiz. Video bo'lmasa sovg'a bormaysiz sizga. Chunki biz sovg'ani chiqarib berdik va sovg'aga bir video obzor qilib berasizmi degandik, reels ishlaymiz degandik. Shuning uchun siz yutib qo'yish ehtimolingіз hozir oshib ketgansiz, chunki 3 ta inson oldinda ketyapti hozir quest bo'yicha. Shularning qatorida siz ham borsiz. Xo'p, Rustam Alimqulov, sizdan kutib qolamiz. Siz yaxshi obunachisiz. Respekt sizga. Juda ham katta hurmat qilaman men sizni. Shu inson bir sovg'a yutib olsa, shunchaki A-marketsni menimcha balkonlarini tutsalar, misol uchun ularga baribir boshqacha, chunki ular bizani asosiy kuzatuvchilarimizdan. Men barcha kuzatuvchilarni shunaqa bo'lishligini xohlardim, ayni aktiv ko'rsatib, qiziquvchi degan obunachimiz ham bor. Ular to'satdan kiradilar, yevro dollar, funt dollar, любой narsani yozib kommentariyaga chiqib ketadilar. Bilmam videoni ko'radilarmi yo'qmi oxirigacha. Yo, rahmat sizga ham alohida, lekin mana shunaqa qiziqib kuzatadiganlarni men qattiq hurmat qilaman. Ilm olishga intilish bu albatta yaxshi. Shuning uchun sizlarga bu berilayotgan g'oyalar hammasi ilm uchun. Bu savdo qilib pul topinglar emas, savdo qilib keyin pul topasizlar. Butun savdoni ko'chiringlar degani emas-da. Ko'chirganingizda ham kecha yaxshi foydada bo'lardinglar, lekin boshqa juftliklarda ko'ringlarchi mana. Yevro dollarda nima bo'lgan kecha? Kecha men bittadan bayga ketamiz, bo'lmasa men bittadan ketamiz deganman. Hop, mana sekin mana shu zona bo'lib, mana shu yerdan bayga ketamiz. Mana bu yerdan kirganingizda do'ji mana bitta stop loss yegan bo'lardinglar-da. Mana bu tepasiga stop loss qo'yasizlar. Stop loss deb men o'rtoqlar, uzr, mana bu stop loss qo'ysizlar, mana shu yerdan yegan bo'lasizlar, o'sha bozor qaytadi. Shuni o'zida 2,5 dollar yo'qotasizlar. Shunaqa holatlar bo'ladi, hamma juftlikda emas. Mana bu o'sgan, lekin qaychiga ishlayman desanglar, qaychiga iloji yo'q, o'xshamagan. Xo'p, bu o'xshab beribdi. Bu o'xshamagan misol uchun. Har doim ham emas o'rtoqlar. Biz birgalikda tahlil qilamiz, lekin chuqur emas. Qaranglar, mana buni o'tgan videoni ko'ringlar. Qanaqa shokolad pozitsiya, mana mana shu bozor kelishligi va bozor qaytishligi. Dalshi selga ketamiz. Bu pozitsiyani yana ushlab turamiz o'rtoqlar, dalshi ketadi. Brend o'sishligi qaranglar. Tilla o'xshagan kat, mana misol uchun yuzi kat o'xshamagan, chunki men kecha dollar azgin ko'tariladi deb kutgandim. Out chef o'xshamagan. Out misol uchun bugun foiz stavkalari o'tdan chef yangilik bo'lmasa ham, lekin out zaiflashib qolgani menga qiziq. Bozor o'sha protsent stavkaga qarab yurishni boshladi. Efirim mana kriptovalyutalar misol uchun yurib beribdi. Bu misol yurmagan, Solana yurmadi. Kriptovalyutalarning zaiflashiga ham o'sha tillaga qiziqishlar sabab bo'lyapti o'rtoqlar. Geosiyosiy vaziyatlar haqida bitta gapirib olamiz. Ukraina amaldorlari dushanba kuni Rossiya Xarkov shahriga ketma-ket 2-kun bomba tashlagani haqida xabar berdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiya so'nggi bir hafta ichida 1000 dan ortiq dron uchirganini ta'kidlab, mana shunaqa temalar bo'lyapti. AQSh va ittifoqchilarni javob choralarini ko'rishga chaqiryapti. Bu o'sha nima degani, bu tilada dalcha turishiga sabab bor. Bu yerda bizda endi dollar uchun asosiy qaror o'tgan narsa seshanba kungi JOLTS ish o'rinlari va ishlab chiqarish PMI indeksi kutilyapti. Chorshanba kuni EDP
Aynan Rustam Alimqulov manimcha biladilar buni. EDP kutilyapti. Payshanba kuni ISM xizmatlar sektori PMI indeksi kutilyapti. Juma kuni Non-Farm Payrolls. Payshanba kuni bizda traditsionalniy ishsizlik nafaqasi uchun dastlabki arizalar qisqa qilib aytganda manimcha Rustam Alimqulov agar yaxshi o'qisangiz, yaxshi tahlil qilib hamma mana shu yangiliklarni umumlashtiradigan bo'lsangiz, ish bozorini siz hisobotini chiqara olasiz va Non-Farmda foydaga chiqishingiz mumkin deb o'ylayman. Qisqasi bugungi fundamentlar shu o'rtoqlar. Yevro bo'yicha yetarli narsa ham yo'q. Ispaniya yangiliklari qanaqa chiqdi, Germaniyaniki ularni o'qib olsanglar ham bo'ladi. Demak, ketdik texnik. Videomiz davomiyligi 20 daqiqa. Juda ko'p gapiraman, o'rtoqlar, shu darajada sizlarga foydali, manfaatli bo'lsin deyman. Euro dollar bayga yangilikni analiz qilgan ekanmiz. Euro CF o'rtoqlar, CFni bugun qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, CF bizga ozgina yevroda ham sal zaiflashtirgan temalar bor. CF bizda o'rtoqlar ozgina mana bunaqa tema ko'rsatishi mumkin. Agar mamlakatga chiqib va bugungi sham bo'lsa, 31 kechagi sham ekan. Sal shubha bor, mamlakatga chiqishi ham mumkin. Men mana bunaqa qilib qo'yaman. Mashinadan ketishi ham dalsha, imondoq bo'lishi ham mumkin. Bizga dalsha pastlab berish ehtimolida turibdi, meni tahlilim bo'yicha. Xo'p, USD dalsha selga chizgan ekanmiz. Funt dollar o'rtoqlar. Dollar zaif, funt yuqorilab beraveradi. Euro ozgina mustahkamlansa, funtga nisbatan funt hisobotlarini ko'rmadiga funt Euro funt bo'yicha shunda biz hozir shunda fundament ozgina chalkashlik bo'lyapti menda. Euro funt juftligi tarifli Yevropani qo'llab-quvvatlasa bugungi kun davomida ozgina yuqorilashimiz mumkin. Men Euro funtga savdoga kirmagan bo'lardim, chunki men noaniqlik bo'ldi. Yana bo'yicha dalsha sell etgandek, yana sell kutib qolamiz. Brend bo'yicha dalsha buy ketyapti, brendga savdoga shoshilmay turinglar, chunki FVG bilan qaranglar, mamlakatda FVG, hamma joyda FVG narx qaytadi, o'rtoqlar. Narx qaytadi. Opa, nega chizilmaydi mana shunaqa asab ketib. Men pastga chizib qo'yibman, o'rtoqlar, pastga chizib qo'yibman. Mana. Qisqasi tushungan trend liniya emas bu. Da, trend liniya, lekin trend liniya atkan tudan emas, bu boshqa tema. Bilganlar biladi buni. Analizlarimni kuzatib borayotganlar biladi. Bu degani pastimiz degani. Xo'p, tillarda menda noaniqlik bor, o'rtoqlar. Tillarga dalsha o'sishiga qiziqaman, ishonaman. Biza 3200 prognozni men videoyimda berganman, lekin FVGni yechganmiz. Mamlakatda bizda FVG bor. Bozor bugun 3131 ga tushib beradi. Ishonaveringlar, o'rtoqlar, tushib beradi, keyin yana o'sishimiz mumkin. Kelgandan keyin bayga qaraymiz. USD-ga bitta qaraymiz hozir. Texnik USD negadir selga tortilyapti. Chunki dollar zaif. USD selga. Mana bitta botirib olishga tepaga chiqish kerak. O'rtoqlar ozgina chiqish kerak. Srazi emas, ozginadan keyin USD selga mamlakatgacha keladi. Dalsha yana ko'ramiz. Out CF. Out o'rtoqlar endi o'zim tiklarmagan CF bo'ladigan bo'lsa, selga tortilishi kerak. Out CF juftligi. Out USD juftligi o'rtoqlar bu bayga tortilishi kerak. Men fundament bo'yicha qarab aytyapman, texnikga qaramayman o'rtoqlar. Ethereum bular o'rtoqlar aslida selga tortilishi kerak, lekin mana bunaqa tema men kechagi shammi bozor pastlash ehtimoli juda ham yuqori ekan. O'sha bayga harakatini ko'rsatib berdi bizga. Bay ko'rib bo'ldik. Endi mana buni ham yangilab olishga vaqtilab qoldirib ketyaptim. Yechgan ekan. Selga o'xshabotdi. Texnik selga o'xshabotdi. Bu juftlikchi. Bu ham noaniq ko'rinish berdi, lekin bu ham selga harakatni kutib qolaman. Solanadan ham men bugun kun davomida selni kutaman. Range bo'lib qopti. Mana bunaqa strategiya bor edi. Bilgan biladi, mana shu bo'yicha ishlab ko'rsa bo'ladi bu yerda. Darslarimizda bor o'rtoqlar. Range strategiya, qanaqa bozor range holatida foyda olish ishlab ko'rsa bo'ladi. Hozir bu yana selga beryapti. Kumush. Opa, tillaga zo'r sel buy beramizmi deyman hozir. Masham yopilishi menga qiziq, yarim soat bor ekan. Bayga zo'r tema bo'ladi agar mana shu yopilsa, bo'lmasa men buni bayga harakat qilmayman. Lekin yopilsa men bayga zo'r ishlab olaman tillada. Tillada zo'r bay uchadi agar hozir kumush yopiladigan bo'lsa.
Bugungi darslarimiz, to есть bugungi brifingimiz shundan iborat o'rtoqlar. Amerika Central Asia kanaliga Telegram, YouTube, Instagram hammasiga obuna bo'lish izingizdan chiqmasin. Darslarni ham qo'llab-quvvatlaylik o'rtoqlar. 40 ta 50 ta inson ko'ryapti. Bu juda ham kam darsliklarda. Reels videolar kun davomidagi yangiliklar aytaman o'rtoqlar. VTI'larga, neftlarga, tillarga, любой juftlikka. Va 101% o'xshab bergan o'sha narsalar o'rtoqlar. 101%. Chunki chuqur fundament bor o'tda. Bekordan bekorga men Reels taylamayman, dalgosrochniy narsalar o'tda. Shuning uchun uni ham ko'rish maslahat beriladi. Telegram kanalga o'tinglar. Bugungi iqtisodiy yangiliklarni tashlab qo'yaman. Rus tilida bo'lsa ham dumaloq videolar chiqadi bugun. Seshanba juma traditsional dumaloq videolar chiqadi va o'sha videolarda ham ma'lumot aytiladi o'rtoqlar. Bugungi ma'lumotlar shundan iborat. Barchaga rahmat e'tiborli uchun. Tek profitlarga to'la savdo tilayman. Bugun yengillik juda ham ko'p. Bilib oldik qatga nima ekan. Savdoni qaytarish tavsiya qilinmaydi. O'zingizlar tahlil qilib albatta savdo qilish tavsiya qilinadi. Barchaga rahmat, kunlar xayrli o'tsin. Salomat bo'linglar.